Sosyalizm degan nima? Sosyalizm insonning inson tarafidan ekspluatatsiya va shumirlishiga sharoit yaratib berilgan barliq tuzumlarni yo'q qilib, ishlab chiqarish vositalarining o'rtaq va kollektiv mulkka tava bo'lishi lozimligini tashabbus qilgan siyosiy tuzumning nomidir. Sosyalizm sanoat davri natijasida barliq kelgan kirim tengsizlikni yo'q qilib, ishchilarning emgiki shumirilmaydigan yangi bir tuzum barpo qilishni maqsad qildi. Sosyalizmda uning qanday barliq kelganligi, bu jarayonda davlatning qanday shakllanganligi va buning lozimlik inson kuchi manbasining qanday ta'min etilganligi mavhumdir. Bu sababdan sosyalizmning bir necha aniqlamasi bor. Sosyalizmning bir necha turlaridan biri bo'lgan utopiya sosyalizmi sanoat inqilobi barliq kelgandan keyin o'tirg'i chiqqan kirim taqsimotidagi tengsizlik va adolatsizlikni tanqid qildi. Sanoatlashish boshlagandan keyin Angliyaga o'xshash cho'ng davlatlarda ishchilar kunda 20 soat ishlaydi. Bu davrda Saint-Simon va Robert Owenga o'xshash mutafakkirlar erkin raqobatning iqtisodiy tengsizlikni texmi ulg'aytirganligini ta'kidlagan edi. Bu mutafakkirlar kapitalizmni tanqid qilgan bo'lsa-mu, lekin kapitalizm xotim berib, tengsizlikni yo'q qilgan sistemlik tushunchalarga ega emas edi. Bu sababdan Marks bilan Engelsning tanqidiga uchirgan. İlmi sosyalizmni Marks bilan Engels o'tirib qo'ygan bo'lib, sosyalizmning bu turi dunyoviy qarashlar materialistik ve pozitivistik, yani dalilchilik felsefesi üstüge kurulgan. İlmi sosyalizm kapitalistik davlat tuzumini ag'dirib tashlab, sinfsiz jamiyat tuzumi barpo qilishni maqsad qildi. İlmi sosyalizm bilimning taxmin usulini asos qildi. Ya'ni o'tmish va hozirgi sonliq ma'lumotlarga asosan kelgusi haqida taxminlarni o'tirib qo'yg'ili bo'ldi deb qaraydi. İlmi sosyalizm bu usulga asosan kelgusida sinflar bo'lmagan jamiyat tuzumini barpo qilg'ili bo'lganligini tashabbus qilgan edi. Demokratik sosyalizm kapitalizmdan sosyalizmga o'tishning inqilob yoki kuch ishlatmaymi tinchlik ichida bo'lganligini tashabbus qilgan iqimdir. Demokratik sosyalizm bu o'zgarishning kapitalistik hokimiyat tuzumi ichida barliq kelganligini o'ttirib qo'ydi. Sosyalizmning bu turi Angliyada barliq kelgan Fabianizm va kunimizdagi nurg'un so'lchil iqimning manbasi bo'lgan sosyal demokratiya deb ikkiga ayrildi. Erkinlikchi sosyalizm Proudhon ve Baku'nun qarashlarini asos qilgan bo'lib, anarxizm, ya'ni hukumatsizlik sosyalizmi deb ataladi. Anarxist sosyalistlar iqtisodiy tamponsizlikning qal'asi bo'lgan kapitalizmning ag'dirilishi uchun oldi bilan davlat degan siyosiy sepillarning yiqilishi lozimligini tashabbus qildi. Inqilobchi sosyalizm siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritishdagi yagona vositaning inqilob qo'zg'ash ekanligini o'tirib qo'ydi. Nasional sosyalizm Gitler tarafidan ko'tarib chiqarilgan bo'lib, millatchilikdan bakrak irqchilik va liderga cho'qinishni asos qilgan fashistik tuzumdir. Sosyalistning qarashicha sosyalist tuzumda bir doktor bilan bir ishchi o'xshash maosh olmaydi. Chunki sosyalist tuzumda hamma odam qilgan ishining xarakteriga asosan haq oldi. Lekin bir doktorning bolasi bilan bir ishchining bolasi ma'rifda o'xshash fursatga ega bo'lishi kerak. Xususiy mulk cheklanmaydi yoki xususiy mulkni davlat musodir qilmaydi. Lekin ishlab chiqarish vositalari bo'lgan zavod korxonalar xususiy mulk bo'lsa bo'lmaydi. Cho'qim davlatga tava bo'lishi lozim. Kapitalist tuzumda ishchilar hayotda qolish uchun ishlaydi. Lekin ular qanchalik ishlashdan qat'iy nazar, ular yaratgan qo'shimcha qiymatdan o'zi foydalana olmaydi. Yana jamiyatning yetarli darajada bahramon bo'la olmaydi. Qo'shimcha qiymat yoki foydaning hammasi kapitalistlarning cho'ntikiga kirdi. Kapitalistlarning foydalana qo'g'ish arzusi jamiyatning umum manfaatiga ziyonli. Kapitalistlar jamiyatni nazardan saqit qilib, o'zining foydasini oshirishning ko'yida yurdi. Sosyalizm qartilgan tanqidlar insonning tabiatiga ziddir. Fuqaroning manfaati emas, davlatning manfaatlari ko'zlandi. Davlat yoki hokimiyat beshidagilar mustabid diktator qildi. Demokratiyaga qarshi chiqdi. İnson haqlariga tajovuz qildi. İnsonlarning barliq turmushi kontrol qilindi.